to'yga Navoiyga boribmiz. Navoiy degan assalomu alaykum azizlar, aziz aytib Navoiy boru Samarqandga keldi. Ashaqa to'yga borib salmaganlar. To'y tugagandan keyin mashinaga chiqib o'tirib, orqadan kelatirib, "Alasa to'y qilsangiz" desam, deb qarab turib, mashinaga sen ham bormiding?" deydi qarang. Esdan chiqibman. Ha, tegmasa qarang. Zo'r. Kuyov bola Muborak olsin. Ashraf aka, uylandingizmi? Ha? Hozir. Baxtli bo'ling iloyim. Omadingizni bersin. Sher farzandli bo'lavering. Nima g'alvada uka? Ola quruvchi. Hali kichkina bolalar tabriklagan yo'q-da. Men shuncha tabriklab qo'ydim. Ma'uldim ilon bor-ku, ka, ashuna ovozini eshitdim. Qo'rqib ketmanglar. Это человеческий детёныш. Маули. Очень похож на банкирлога. А что это шакал был? Шакал, да? Ай, полован, перекелату. Это я без тебя знаю. Это мой лучший ученик. Ой, спасибо. А еще нету, а? Күйеу болады, не қойда болдар. Рахмет. Yolda bittasi kedasi yo'lda pul yotgan ekan. Olay desa, avriligini odam ekan. Olmay desa pul. Sekin olib-yu. Endi odam yo'lda pul topsa nima deyish kerak? Ha? Kam bo'lmaylar. Haqiqiy halol insonsizlarda 3 marta kimika deyish kerak. Biroq meniki desam, nega yana men? Uni maqtuding nakas. Cho'ntagiga endi solagan ekan bir ovoz kelibdi. "Hey inson!" Rahmat. To'niqani buni? Rahmat. Mana shu mendami? Endi hali joyda qarang. Ya bo'pti. Nimani cho'zaman? Buni cho'zib bo'lmaydi. Ko'proq gapirib turing. Endi cho'ntagiga solaganiga ovoz kelibdi-da. "Ey inson, o'sha pulni olding. Bir tuplab cho'ntakka solgin." Ha? O'sha pulni olding. Bir tuplab cho'ntakka solgin. Men so'm qilib beraman. Ha? Rostdanmi? Ishomasang, tupgan. Qo'ysangchi, agar pulga tuplasa, 1000 so'm bo'lib qolsa, hamma cho'ntagidagi 5 so'mlik, 10 so'mlik pullarni tashib olib, ha? Puto qilib, 1000 so'm qilib olaveradi. Qo'lingdagi pul sehrli pul, yo'q. Ishomasang, tuplab ko'rginda. Akamiz ishon qilmasan, pul desa, o'tib qilib. Haqiqatan 1000 so'm bo'lib qoldi-ku. Gaplashayotgan yo'q, ishdan chiqib, desa xotini. Dadasi? Ha, dadasi. Turing o'rningizdan, uxlaverasizmi? Haldan beri betlarim ham so'laqib tashladingiz. Voy, bo'lishdi qaranglar. Hamma yo'q so'laq bo'lib ketdi degan ekan. Ovoz o'xshatadimmi? Brejnevning ovozida endi eslaganlar, bu yerda endi kattalar biladi. Baraka tavashim.
Уважаемый господа, узбекский народ отличный народ. Поэтому разрешите меня здесь, в Изгене, на свадьбу моей братышки Илхамджана выступит перед гостями на узбекском языке. Разрешите, да? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Nima kulasizlar? Meni davrim bo'lakchaydi, ha? Shakar ko'pida, oqqan molada, qolagan kompot qilar edi. Yana kimlardir samagonga ishlatardi nomanda. O'shadaman ekanmi? Zikr Muhammadjonov. Bizning aktyorimiz bor O'zbekistonda. Pasha! Ay general Rahimov o'ynaganda Pasha! Pasha! Sen eshitib o'rta generalsan. Tomdagilarni bitta qo'ymay qilib tashla. Hamza Umarov ovozi. Shoxti ishiga aralashma birodar. Hali aytadiku, Marfa Vasilyevna, atrofimda malikalar girdigabalay bo'lsa ham sizga xiyonat qilmadim. Ezga kiritavering. Chuqchaga ham ovoz bergan Dersuzlarga Hamza Umarov. Sizga juda yomon odam. So'yladi o'tkir tashlaydi. Kul bo'ladi. Bu yerga odam keladi, yeydi. Seniki yomon odam. O'rus ovchi yamaga tushib ketdi-da. Люди! Помогите, люди! Degan Dersuzlarga eshitib qoldi. Bir tikka chuqurga tushib ketgan. Miltig'ini shu bilan shekin hashayda ochib. Sizniki bu yerda люди deb baqirdi, a? Moskvaga olib borganda cho'kchab keldi dedi. Aqtini xalasha. Mayli, arg'amchini olib kelguncha qochib ketmagin, bo'ptimi? Chet elda ashulachilar bo'ladi. Chet elda ashulachilar bo'ladi. Hozir endi radiolarda nodi kuchayib ketdi bunaqa narsa. Ashulalarda ham ovozlarini o'xshatib beraymi? Chet ellik ashulachilarda. Endi neglar bo'ladi-yu? Ular ustosh kiymaydi. Ana shu xalqlar ashula aytsa bir g'alati aytadi-da. Ularning nimasi bor, boshqa nimalar bor. Ko'rganmisizlar? Albatta ular negrlar chaqali qilishdi iloji yo'q. Eshitishdi-da. Tomonlar issiq. Mana shu negrlar ko'rsalaringiz deganiga tushunmaysiz. Bolalar yaxshi bo'ladi-da. Bularga bolalarni ko'rib qolasizmi? Radiochalarni deb quloqlarga qo'yib olib, ha? Yo'llarda ketishib qoladi. Endi bu bir o'g'il bola, bir qiz bolani ham ko'rib, u ham asnoda kelib turibdi. Og'zida zvachka, ko'ynagini motomonni tikan ilib ketgan. Uni ham turishini qarang, og'zida zvachka. Muzika ishlayapti. Endi menimcha ash paytali muzika. Lop baby. Degan bo'lsa kerak, endi u qiz berilib. Ali bola ko'rib qolib, men kelyapti endi. Ali qizga ko'z tushib, "O'ydirdi! Qizga yaqinroq kelib, ochib kitobga o'xshagan o'qisa bo'lar ekan. Qizim, hali senga ochiq kitob o'qildimmi, tapak? O'qi. Lekin shilqimlik qilib muqovasiga yaqin kelma. Bo'lmasam sen ham albomga a'zo bo'lasan. Salomat bo'linglar. O'shalarga chet elliklarda shular. Dunyoni ko'ring.
Mayli mazza qilib o'ynashadi-da. Mana shu butun dunyoni agar o'yinlarini ko'rsalaringiz, ma'noli chiqar ekanda. Bir o'ziga xos ma'noli chiqar ekan. Mana arab davlatlari bor-ku. Arab davlatlari o'yinga tushsa, ayniqsa usti boshni zo'r kiyishadi. Ayniqsa usti boshni zo'r kiyadi. Ko'rgansizlar, makkacha bir bo'lim. Bunda makkacha hech narsa yo'q, ha? Endi mana bunaqa yonlarida mana bunaqalar bo'ladi. O'zbekcha iloji yo'q shekilli. Soling arabcha. Meni yechib qo'y anaqa aytganman. Mana, yo'q bo'ldi. Yechma o'rningni yechib qo'y. Jim. O'zi to'ndi 4 soatdan beri yechib turibdi. Bu ham yechib yuborsam, ertaga O! Arablarda shuni bo'ladi endi, mana o'rtalar ajrab tursa kerak bu. Lekin o'yga tushsa ma'noli tushar ekan. Ularda ma'no bo'lar ekan, arabcha beringlar. O! Hali buni yetisham bor endi. Çal. Bunun manası var ekan. Nima deganini bildilarizmi? Bilmadingizmi? Qalbingni tayyorlayver. Dehqonchiliging zo'r kelyapti. Singarim mayli. Mana unaqasiga o'tkazib, mana unaqasiga o'tkazib kiyishadi. Ko'proq ko'rsalaringiz, qo'llari bunday turadi-ku ularda. Bu dilingga payvand degan ekan. Sabering, tinchmi? Hayır, ben size biraz sokurum. Ama o'zbeklarimizga yetmaydi. O'zbeklarimizga hech qachon yetmaydi. Ko'rasizlar mana shu to'ylarda, nimalarda bayramlarda ko'rib qolasizlar. To'g'ri, o'zbeklar tushsa unaqa ma'no yo'qdir. Lekin yigitlarimiz o'yinga tushganda qarab turinglar-da. Dadasi kimligini aniq bilib olasiz. Navoiy yo'li qana tushar ekan. Bir pasroq. Bir to'yda mashraqa qoldi, ha, sen o'g'lingiz o'yinga tushyapti, pul qistirib qo'ying dedi. Rostdan aytsan, ha? Qarasam, haqiqatan o'g'lim o'yinga tushyapti to'yda. Dedim, men askarchiman-ku. Tasavvur qilasizmi, o'g'lim qana o'yinga tushyapti? O'zimni ham masxara qilib oldimmi? Salomat bo'linglar. Qana o'yinga tushganlarga men qaramayman. Sizlarga nima? Salomat bo'linglar.